Ushbu videoni yoshroq oila ko'rib turgan bo'lsa, aynan sizlarga mos bo'lgan bir xona, ikki xona qilingan xonadon ko'rsatib o'tmoqchiman. Kuxni garniturasiga e'tibor berasizlar. Chiroyli mebellashtirilgan holatda xonadonimizda даже oshxonasiga ham kichik o'tirib ovqatlanadigan zona qilsangiz bo'ladi. Keling. Kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'taman. 450 million so'm ozroq savdosi bilan ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yiladi. Asosiy kirish eshigi marhamat. Yuvinish xonalari alohida to'liq kafel qilingan. Yuvinish xonasi ham, hojatxona ham. Hamda birinchi xonasi yotoqxona qilishga mos holatda xohlasangiz kichikroq o'tirib ovqatlanadigan zona yoki bo'lmasam kichik mehmonxona qilsangiz bo'ladi. Chiroyli lyustralar hamda dekorativlar qilingan holatda pardalari ham ilib qo'yilgan hamda laminat bo'lgan pol qismimiz. Oshxonaga yana bitta e'tibor bering. Qarang, xolodilnik uchun joylari, kir mashinka uchun joylari qilib qo'yilgan hamda duxkonturni kotyolari ham o'rnatib qo'yilgan. Hamma narsa yangi, xonadon to'liq yangi ta'mirdan chiqarilgan. Hamma yoqda rozetka Yevropaskiy standart bo'yicha va mana bu joyda xohlang yotoqxona qiling, xohlang mana shu joyda zal qilib, u tarafda yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Balkon qismimiz bor, balkonni ko'rsatib o'tirmaymiz. Abeschilar bor. Mana bu yerda esa televizor o'rnatish uchun zonalar ham qilib qo'yilgan. Xonsaroy donlaridamiz, Tinchlik plazani yonida 4-qavatda joylashgan. Bir xona, ikki xona qilingan hamda mana shunaqa yevro ta'mir holatida ushbu xonadonimiz 450 million so'm joyga kelsangiz ozroq savdosi bor holatda sotuvga chiqariladi. 200 million atrofida pulingiz bo'ladigan bo'lsa, ipoteka asosida xarid qilsangiz bo'ladi.